هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Hac tefsiri 36. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn Kesir rahimehullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Hac suresi 36. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Kabe'ge ilip verildiğin tögini Allah'ın dininin alametlerinden, yani hacının ahkamlarından kıldık. Ulada silerge nurgun paydı var. Ulani qatar kılıp turguzup, yani ulanın aldığı sol putunu bağlap, 3 put bilen turguzup, boğuzluğununla Allah'ın ismini tilga ilinlar. Yani Bismillah denler. Ula boğazlanıp cini çıkkanda ulanı yanla. Kana açan muhtaçlığa ve sainlığa berinla. Sileğini şükür kılsın dep o tögülerini sileği boysundurup berdik. Kurbanlık için atağan tögini boğazlaşkı buyuruş. Kabe'ge ilip verildiğin tögini Allah'ın dininin alametlerinden, yani hacının ahkamlarından kıldık. Allah Teala bu ayette bendilerge tögini kurbanlık için nimet kılıp yaratıp bergenlikini, onu özünün dininin alametlerinden kıyganlıkını ve onun kurbanlık kılınışı için Kabe'ge ilip verildiğinlikini, hem de onun Kabe'ge ilip verildiğin en yaxşı kurbanlık ekenligini bayan kıldı. Allah Teala'nın töge ve kalığa okşaş mallarını kurbanlık için Kabe'ge ilip verildiğin mallar kılganlıkını tövendeki ayetten körüp ağılı buldu. Ey müminler! Allah'ın dininin alametlerini, yani hacde taatının belgisi hesaplanğan işlerini terk etiş bilen şehri haramda uruş kılışını, hediyeni, yani Kabe'ge atalgan kurbanlıkka daxil terviz kılışını, qalada, yani hacde kurbanlık kılındığın mal ikenlikini bildiriş için hayvanға esip koyulgan neslerge çıkılışını, Rabbinin fazlini ve razılıkını tilep Beytullah'a hac üçün yoki ömrü üçün kelgüçilerge çıkılışını halal sanımanlar. Kabe'ge ilip verildiğin tögini Allah'ın dininin alametlerinden, yani hacının ahkamlarından kıldık. Ata İbni Ömer, Sa'id İbni Musayyab, Hasan Basri ve Mücahit katarlıkla kurbanlık için Kabe'ge ilip verildiğin töge ve koydek mallarının içine kalımı kirdi dedi. Köpligen alimlarının köz karışça bir kalığa 7 kişi şirikleşsi boludu. Bu doğrusu da Cabir İbni Abdullah ve başkalarının mındak degenliki rivayet kılındı. Peygamber aleyhisselam bizni kurbanlık mallarının içinden töge ve kalığa 7 kişinin şirikleşişimizge buyurdu. Ulada silerge nurgun payda var. Yani ahirette nurgun savaplar var. Ulanı qatar kılıp turguzup, yani ulanın aldı sol putunu bağlap, 3 put bilen turguzup boğuzluğununla Allah'ın ismini tilga ilinla, yani Bismillah denler. Mutellib İbni Abdullah İbni Henteb Cabir İbni Abdullah'ın bu vaqtda mundaq deganligini rivayet qiladi.
Men Qurban hayit kuni Payg'ambar alayhissalom bilan birga namoz o'qidim. Payg'ambar alayhissalom namozdan qaytib bir qo'shqarni elib kelib, Bismillahi vallohu akbar. Ey Alloh, bu men ve ummetimning ichidan qurbonlik qilolmaganlar uchundir deb u qo'shqarni bo'g'izladi. Bu hadisni İmam Ahmad, Abu Davud ve Tirmizi qatorliqlar rivoyat qilgan. Muhammad ibn Ishaq Jabir radiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom hayit kuni ikki qo'shqa bo'g'izladi. Payg'ambar alayhissalom u ikki qo'shqarni yotqizganda men haqiqatan botil dinlardan haq dinga burilib, osmonlarni, zaminni yaratgan zotga yuzlandim. Men mushriklardan emasman. Mening namozim, qurbonliqim, dunyoda qilgan yaxshiliklarim ve taat ibadetlerim alemlarning Rabbi Allah uchundir. Allah Teala'nın şirki yoktur. Men muşununga, yani yalğız Allah'la halis ibadet kılışkı buyuruldum. Men Müslümanların evvelimen. Ey Allah, bu nimet bizge sen taraftan verildi. Bu Muhammed ve onun ümmeti üçün sana kılıngan kurbanlıktır dedi. Andın Bismillahi vallahu akbar deb malını boğuzladı. La ilahe illallah Muhammed Resul. Ali ibn Hüseyin Abu Rafi'nin mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom hayit kuni semiz, munguzlik, qariga moyil iqish kelgan ikki qo'shqarni setib oldi. Hayit namozini o'qidi ve namozdan keyin o'qiydigan xutbani o'qib bo'lib, qo'chqarning birini namoz o'qigan maydondala o'zi bo'g'izladi ve ey Allah, bu seni bir deb tonib, sana guvohlik aytgan ve mening öz vazifamni yetkizganligimga guvohlik aytgan barliq ummatlarim uchundir dedi. Ondan yana birini elib kelib, unimi o'zi bo'g'izlab, bu Muhammed ve onun xotin bola chaqalari uchundir dedi. Ondan Payg'ambar alayhissalom u ikki qo'shqarning go'shtlaridan faqir miskinlarga badi ve o'zimi xotin bola chaqalari bilan yedi. Bu hadisni İmam Ahmad rivoyat qilgan. Ularni qato qilib to'g'izib, ya'ni ularning oldi sol putini bog'lab, 3 put bilan to'g'izib bo'g'izlaganinglarda Allohning ismini tilga ilinglar, ya'ni bismillah denglar. Bu vaqtda İmam Buxoriy ve Müslim mundaq deb rivoyat qildi. İbn Umar radiyallohu anhu to'gisini cho'ktirib qo'yib, bo'g'izlamoqchi bo'layotgan bir kishining qishig'i kelib, Payg'ambar alayhissalomning sunnatiga amal qilib, onun bir putini bağlab, 3 put bilan bo'g'izlab, 3 put bilan turg'izib bo'g'izlagan dedi. Ular bo'g'izlanib jeni chiqqanda İbn Abu Naji Mujahidning bu ayetning ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ular bo'g'izlanib yiqilganda, bu İbn Abbas radiyallohu anhumadan rivoyat qilingan bir ko'z qarashdir. Bu vaqtda Muqatil ibn Hayyam shundaq dedi. Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam bu ayetning ma'nosi haqida mundaq dedi. Ular bo'g'izlanib jeni chiqqanda bu ayetga berilgan bu ma'na İbn Abbas radiyallohu anhuma ve Mujahid qatorliqlar qo'llaydigan ma'nodir. Chunki to'gi bo'g'izlanib toki uning jini chiqib harakatdan butunlay to'xtamag'icha uni yeyish durust emas. Hadisda mundaq deb keldi. Kishilar mollarning jini chiqib bo'lg'icha oldirab ketmanglar. Sizlar mollarning jini chiqib bo'lg'icha oldirab ketmanglar. Bu hadisni Savri Umar ibn Hattobdan rivoyat qildi. Bu hadisni İmam Muslim Shaddad ibn Avs'dan rivoyat qilgan. Tövendeki hadis kuchlantirdi.
Allah Taala haqiqatan hamma narsaga yaxshilik qilishni yozdi. Agar sizlar biror mol o'ltirsanglar, chiroyli o'ltiringlar. Agar sizlar biror narsa bo'g'izlasanglar, chiroyli bo'g'izlanglar. Mol o'ltirmoqchi bo'lgan kishi pichqini yaxshi bilsin va molni qiynamay o'ltirsin. Abu Vaqidi Laysi Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Terik hayvondan kesib olgan biror parcha go'sht yoki ustixon o'lik hisoblandi. Bu hadisni Imom Ahmad, Abu Davud va Tirmiziy qatorliqlar rivoyat qildi. Ularni yanglar, qanoatchan muhtojlarga va saillarga beringlar. Bu oyatda kelgan yanglar va beringlar degan buyruqlar keskin buyruq bo'lmasdan, balki shunda qilishning durust ekanligini ko'rsatib kelgan. Bu oyatni qurbonlik go'sht uchun qurbonlik go'sht 3 qismga bo'linib, bir qismini qurbonlik qiluvchi o'zi yeydi, bir qismini mehmonlarga qo'ydi ve bir qismini faqirlarga berdi deydigan ba'zi olimlar o'zlarining ko'z qarashlariga dalil qilib keltirdi. Chunki Alloh taolo ularni yanglar, qanoatchan muhtojlarga va saillarga beringlar dedi. Ve hadisde Peygamber aleyhisselamның sahabelerge mundaq deganligi bayon qilindi. Hakikaten men sizlarni qurbanlıqның go'shini 3 kundan ortiq saqlashdan to'sqan edim. Endi sizlar uning go'shidan yanglar va saqlığınыңlarcha saqlanglar. Bir rivayette Peygamber aleyhisselam mundaq dedi. Onun go'shidan yanglar, saqlanglar va sadaqa qilinglar. Yeni bir rivayette mundaq dedi. Onun go'shidan yanglar, boshqalarga yegizinglar va sadaqa qilinglar. İmam Ahmed Qatada İbn Nu'man'dan qurbanlıqning terisi to'g'riliq mundaq bir hadisni rivoyat qildi. Onun go'shidan yanglar, sadaqa qilinglar va uning terisidan foydalaninglar, lekin sotmanglar. İmam Buxoriy ve Müslim Bara ibn Azib'den Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Bizning bu kuni oldi bilan qiladiganimiz hayit namozini o'qiymiz. Ondan namozdan qaytib qurbonlik qilamiz. Kimiki mushunda qilsa, bizning sunnatimizni ado qilgan bo'ladi. Kimiki hayit namozini o'qishdan burun qurbonlik qiladigan, o qurbonlik hisoblanmasdan balki xotin bola chaqalariga so'yib berilgan go'sht hisoblandi. İmam Müslim qilgan rivoyatda mundaq deb keldi. Sizlar qurbonliqinglarni musulmonlarning boshliqi qurbonliqni bo'g'izlab bo'lgandan keyin bo'g'izlanglar. La ilaha illalloh. Qurbonliqlar hayitning birinchi kuni va uningdan keyingi 3 kun ichida o'ldirilsa bo'ladi. Bunun dalil paketi Peygamber aleyhisselamның tövendeki sözü bulup, onu Cübeyr ibn Mut'am rivayet kılgan. Hayit günden keyinki 3 günün hemmisi qurbanlık kılınsa buladigan günlerdir. Bu hadisini İmam Ahmed ve İbn Habban rivayet kılgan. Sizlarni şükür kılsın deb, o tögülerini sizlarga boysundurup berdik. Yani o tögülerini sizlarga boysunadigan qilib berdik. Agar sizlar xohlasanglar, onunğa minisizlar. Xohlasanglar, onu sevib ichsizlar va xohlasanglar, onu o'ldirib yeysizlar. Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi. Ular bilmemdi ki, ular üçün hayvanlarni qudret qo'limiz bilan xalq etdik. Ular hayvanlarni boshqarib turg'uchilardir. Hayvanlarni ularga bo'ysundirib berdik. Ular o hayvanlarning ba'zisini minidi, ba'zisini yeydi. Ular shu hayvanlardan foydalanadi va sutlarini ichidi. Ular Rabbining bu ne'matlariga shukr qilmamdi. Allah Taala bu yerda mundaq dedi.
sizlarni shukr qilsin deb u to'gilarni sizlarga bo'ysundirib berdik. Allohga ularning go'shtlari va qonlari yetib bormaydi. Allohga yetidigini faqat sizlarning taqvodorliginglardir. Allohning sizlarni o'zining ahkomlariga yetaklaganligini ulug'lashinglar uchun Alloh ularni sizlarga ashundoq bo'ysundirib berdi. Yaxshi ish qilguvchilarga oxiratda baxtga erishadiganligi bilan xo'sh xabar bergin. Alloh taolaning dargohidan qurbonlikdan maqsad qilindigini bandaning ixlos va taqvodorlik qilishi ekanligi. Allohga ularning go'shtlari va qonlari yetib bormaydi. Allohga yetidigini faqat sizlarning taqvodorliginglardir. Ya'ni Alloh taolo bu oyatda sizlar mollarni o'ltirganda Alloh taoloni yod etishinglar uchun hajda o'ltirishga va qurbonlik qilishga tayyorlagan mollarni o'ltirishinglarni yo'lga qo'yib berdik deydi. Chunki Alloh taolo hamma narsalarni yaratquchi va hamma narsaga rizq berguchidir. Uningga u qurbonliqlarning go'shtlaridan va qonlaridan kichikkinami bir narsa yetib bormaydi. Chunki Alloh taolo barliq narsadan behojatdir. Arablar islom kelishdan burungi zamonda o'zlarining ilohlariga atab qurbonlik qilsa, ilohlarining qishig'a u qurbonliqlarning go'shtlaridan qo'yib qo'yatdi va ularning ustiga qurbonliqlarning qonlaridan chachatdi. İbn Abu Hatem İbn Jurayjning mundaq deganligini rivoyat qildi. İslam kelishdan burun kishilar ilohlariga atab bo'g'izlagan to'gillarning qonlarini Ka'baga chechatdi va uning qishig'a go'shtlaridan qo'yib qo'yatdi. İslam kelgandan keyin sahobalar qurbonliqning qinini Ka'baga chechishga biz haqli turmiz dedi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyatni tushirdi. Allohga ularning go'shtlari va qonlari yetib bormaydi. Allohga yetidigini faqat sizlarning taqvodorliginglardir. Ya'ni Alloh taolo sizlarning taqvodorliginglarni qabul qildi va uningga mukofot berdi. Payg'ambar alayhisalom bu vaqtda mundaq dedi. Alloh taolo haqiqatan sizlarning qiyofatinglarga va rangi ro'yinglarga qaramaydi, balki sizlarning dilinglarga va amal ibodatlaringlarga qaraydi. Allohning sizlarni o'zining ahkomlariga yetaklaganligini ulug'lashinglar uchun Alloh ularni sizlarga ashundoq bo'ysundirib berdi. Ya'ni Alloh taolaning sizlarni o'zining diniga yetaklaganligini, sizlarga o'zi yoqtiradigan va rozi bo'ladigan ishlarni yo'lga qo'yib berganligini, sizlarni o'zi yoqtirmaydigan va rozi bo'lmaydigan ishlardan to'sqanligini ulug'lashinglar uchun sizlarga qo'y, kala va to'gilarni bo'ysundirib berdi. Yaxshi ish qilguvchilarga oxiratda baxtga erishadiganligi uchun baxtga erishadiganligi bilan xo'sh xabar bergin. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, o'zlarining amal ibodatlarida yaxshi bo'lgan, Alloh taolaning belgilamalaridan chiqib ketmagan, Alloh taolo yo'l qo'ygan ishlarga ergashgan, payg'ambar o'zlariga yetkazgan ishlarga va Alloh taolo tarafidan elib kelgan dinga ergashgan kishilarga xo'sh bishorat bergin. Qurbonlik qilish sunnat bo'lib, bir oiladagi hamma kishilarga bir qo'y yetarlikdir. İmam Tirmizi İbn Umarning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom 10 yil qurbonlik qildi. Abu Ayyub mundaq dedi. Payg'ambar alayhisalom zamonasida bir qo'yni o'zining va xotin bola chaqalarining nomidan qurbonlik qilib, uningdan o'zlari yeydi va mehmonga qo'yatdi. Keyin kishilar qurbonlik qilishda menmenchilik qilishib, ish hozir sen ko'rib turgan holatga keldi. Bu hadisni Tirmizi va Ibn Majah rivoyat qildi. Abdullah ibn Hisham o'zi va xotin bola chaqalarining nomidan atab bir qo'yni qurbonlik qiladi. Bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilgan.
İmam Müslim Cabir radıyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның qurbanlık kılındıgan malның qancha yaş itirafıda bo'lishi to'g'risida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Tepish qiyin bo'lmasa, eng kichik bo'lganda 1 yoshga kirgan qo'yni o'ltiringlar. Agar tepish qiyin bo'lsa, eng kichik bo'lganda 8 oylik bo'lgan 3 kuni o'ltirsanglar bo'ladi. Allah müminlerini çokum qoğdaydı. Allah her qandaq xiyanetçi, naşükür bendini dost tutmaydı. Müminlerin Allah Teala tərəfindən qoğdıldıqanlığı. Allah müminlerini çokum qoğdaydı. Yani Allah Teala bu ayette işlerini özüge tapşırgan ve özü tərəfki qaytqan mümin bendilerini eski adamlarının yamanlıqıdan ve yaman yoldakilerinin hili mikirlerinden qoğdaydıqanlığı, ularını saklaydıqanlığı ve ulağa yardım berediqanlıqıdan xabar berdi. Allah Teala bu vaxtda mındaq dedi. Allah bendisiga, yani Muhammed aleyhisselamını qoğdaşqa ve onunğa yardım berişke yeterlik emasmı? Kimi ki Allah Teala'ga tevekkül qıysa, Allah onunğa küfaya qılıdı. Allah hakikaten məqsədiga yetələydi. Allah hakikaten her bir narsa üçün müəyyən miqdar, müəyyən vaxt belgilidir. Subhanallah. Allah her qandaq xiyanetçi, naşükür bendini dost tutmaydı. Yani Allah Teala bendiler içidən muşundaq kişilərini yaxşı görməydi. Vədə və kelişimge xiyanet qilish degan gepida turmaslik, Allah Teala'nın bergen nimetlerinden teniş ve onu itiraf qilmaslik qatorliqla shundaq kishilarning sifatlaridir. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda Hac suresi tefsirinden 38. ayetçe anladınlar. Ahirini keyin qitinliq o'qishimiz davomlashtiramiz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.